PS2 o'ynab o'tirganimda qo'limdagi pistolet Glock 18 neamishni ko'rinib qoldi. Va menda bu pistoletda o'yinchog'i bor. Lekin originalida rosta kasib otkim kelib qoldi. Va men o'rtog'im Federal bilan o'ylab o'tirmasdan Dubayga ketdi. Mana o'sha internetdagi mashhur Ja Shooting Club va men o'zimga albatta Glock 18 ni oldim. Atmosferani qaraylik kayfligini. Bo'tga oldin ham kelganman. Faqat GTA Vice City'da. Haha. Unda ochishni boshlaymiz. Very good. Yeah. Good? Keep shooting, yes. Okay. Oh, nice. How's good? Good? Yeah, very nice. Mana ko'rib turganlaringizdek ovozi vashi baland, addachasi ham kuchli bo'lar ekan. Kichkina orzularimdan biriga erishish uchun bu pistoletni arenda narxi menga $80 ga aylandi. Endi Dubayga borish kelish xarajatlarini hisoblayverasizlar. Agar video 10 000 ta like yig'sa, o'ylab o'tirmasdan AK-47 da ochish uchun Qirg'iziston poligoniga boraman. Qani bo'lmasam, ketdi.